Itak biz hozir patsientkamizda gistroskopiya va laparoskopiya operatsiyamizni o'tkazdik. Patsientkamiz yoshlari 36da. Bularda ikkita programma bo'lgan, boshqa klinikada. Birinchi programmada ikkita perinoz bo'lgan, bittasi tug'ruq bilan tugagan. Ikkinchi programmadan uchala perinoz bo'lgan, uchalasi ham неудачный chiqqan. Bez effekti, homiladorlik kuzatilmagan. Hozir biz bularda gistroskopiya operatsiyasini taklif qildik, потому что перегородка под вопросом qo'yilgan ekan. Hozir UZIda ko'rganimizda ham xuddi shunaqa diagnoz qo'yildi va gistroskopiyada ko'rib turganingizdek, ложная перегородка прям на дне матки. Hozir rezektoskop yordamida akkuratno biz buni sekать qildik va ko'rib turganingizdek endometrioidniy achaklar bo'lgan matkani bachadon ichki qatlamida koagulyator yordamida biz bularni koagulировать qildik. Orqa devorida как по типу плацентарного полип hosila bo'lgan. Biz buni rezektoskop yordamida olib gistologik analizga yubordik. Ikkinchi etapda biz bularda matочный trubalarni tekshirishdan boshladik laparoskopik yo'li bilan. Ko'rib turganingizdek, rastvor ikkala trubalardan oqib chiqqan va брюшной qorin bo'shlig'ida выраженный спаечный protsess matka oldi va orqa devorlarida biz bularni hozir xirurgическим острым путем разъединять qildik spaykalarni. Matka bachadon orqa devorlarida выраженный endometriozniy очаги, даже брюшной полости mana shuni hisobiga spaychniy protsess paydo bo'lgan va ko'rib turganingizdek biz hozir shu endometrioidniy o'choqlarni полностью коагулировать qildik har bittasini. Xudo xolasa, дальнейший taktikani после получения результатов гистологии biz bular bilan hal qilamiz.